madem nima ish qildi? Bir tafsili so'rab baqla. Ko'zi qanday tiydi? Bak chiq ko'z aka maydandan. Qarang atrofga yalinami yo'q? Yo'q-ku. Bu. Nima ish qildi demas? İşler genel oldudan. Ko'zim bu yil qanday demas? Bu yılında 67'ler 87'de. Cumya 201'ni tidem. Nundan mümkün ya. Nunda sortun derdiniz beni. Tidem. O'tgan yilcha Ötken yıllarımda nunda tiga 67'de. necha moyaga? 30 moyaga. Qanday chiqdi masalan? Mesela 420 kilo to'g'irlashdi. Mana. Buni biz ya nechkundan qasamliq o'zimiz davomidaq. Mana hozir shu nunda chigitni turib qanchalik hosil chiqqanligini mana dehqon akamiz o'zi o'tgan yil bitirib bu yilma men nunda sortini turibdan. Ha, bosh biz degan 1 moyadni 400 kiloni masalan azab ketmaydi deb. Azab qopqas qanday qilgan bo'lgan? Şirket özümüz töyleyimiz. Hozir men aytgan o'zi biz o'tib qo'ydikmi aka bu gapni? Ya o'zim ekigan bo'ldi. O'zi akilib turib 420 kilodan bir molqidan bunda o'sla olgan chigit ro'liqma. Bu shunda jangaldagi qumsango yaldimi? Qum yaldimi da 420 kilodan chiqdimi? Chiqdi. Biz o'tib qo'ymadik bu gapni. Endi desek yana shu, men nonda sortniki, ama boshqa bir katta bir palet bor. Mo'sh chigitni 1 tonna sotib olsanglar, to'liq motosiklet. 4000 qiymatli to'liq motosikletni yaxshi sotib qo'yasiz. 500 kilo sotib olsanglar, Kralg'o, Kuntiyo degandek turmush qamida uskunadan sotib qo'yasiz. 100 kilo urg'os sotib olsanglar, 400 bashasi bir ta sotib qo'yasiz. 10 kilo sotib olsanglar, mush tema so'z ishlatgan shunda. Sen tong gelse emas, masalan, shunday materialni yaxshi 10 kilo chigitni turgan yoki yetarlik amada materiallardan ta'minlab beramiz siz. Onun boshqa bunda chigitni tirab kuz bo'la bo'g'icha toki kivazni tirab tog'aga sap bo'g'icha bo'lganlikdagi texnikalik mulozimatlarni Şirket özümüz təminləb birimiz. Bunda ishlar bor. Bu chigitni nereden tutamiz deb o'ylab qolgan bo'lsam, nadika aka sizga qaya? Qarshi yo'lovchilar bekitniki yaqinda. Shirkat ismi nima edi? Qashqar Noşu Yezgilik Fen Texnik Taraqqiyot Çeklik Şirketi. Numara? 155 998 417 25. Mushuni bilan aloqa qilib tutvasangiz bo'ladi. Chaqqan tumisanglar hozir hamda yatir qolgan bishak bag'otida. Burnoq devasak, akivas kuzicha burnoq ishlasa, yanchi qilib burnoq cheddengan. Shuningdek yaxshi palatni o'rlashtirib qo'ydik, barman bo'lasangiz bo'ldi.